Assalomu alaykum hammaga aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan to'g'ri kupon qilish, to'g'ri stavka qilish, qanaqa qilib yutish ehtimolimizni oshirishni ko'rib chiqamiz. Sizlarga 90-100% o'taydigan kuponlar tayyorlashga yordam beraman va qanaqa qilib tayyorlanishini ko'rsataman. Ishonchli VIP kuponlar to'g'ri tayyorlashni ko'rsataman. Yutqazib yurgan, minusda qolib ketgan akalar uchun. Birinchi navbatda hozir nima qilamiz? Videoni boshlashdan oldin like bosamiz, bitta like bosib, kommentga bitta plus qoldiramiz. Keyin Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz YouTube profilimizni pastida silka qo'yib qo'yganman. Bemalol o'tib silkani ustiga bossanglar, sizlar to'g'ri Telegram kanalimga olib boradi. Telegram kanalda har kuni kupon tashab turaman. O'taydigan kupon tayyorlab beraman hammaga, ko'pchiligiga kuniga 20 ta, 30 ta, 40 ta odamga 100% kuponlar tayyorlab beraman. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib olib, soqqani bossanglar bo'ladi. Videoni boshladik bo'lmasa, hammadan bo'lsa kerak, Xbet, Melbet farqi yo'q. Любой kontora. Shu kontoraga kirib olgandan keyin barchasini bosamiz. Tushunmaganlar uchun noldan. Bu kontorani noldan endi boshlovchilar uchun ko'rsatib beraman. Kirgan holatinglar barchasini bosamiz. Birinchi o'rinda barchasini bosib live turgan, hozirgi bo'lib turgan o'yinlar, liniya bugun bo'lish kerak bo'lgan o'yinlar chiqib turadi. Biz to'g'ri kupon qilishni ko'rib chiqamiz. Futbolga tushungan odam bo'lsa, sal to'g'ri kupon qilishni yutish ehtimolini oshirish mumkin. Birinchi o'rinda Leeds United Aston Villa o'yini bo'ladi. Ikkalasi ham kuchli jamoa. Leeds United ham kuchli jamoa. Ikkinchi diviziondan chiqib kelgan bo'lsa ham kuchli komanda. Nima qilamiz bularga? Birinchi o'rinda biz olamiz ikkinchining natija totali. Aston Villa 2 x'i total 1.5 dan ko'p bosamiz. Pastga tushirsak, mana natija ikkala jamoa total, Osiyo totali, fora, Osiyo forasi birinchi, ikkinchi pastga tushirib kelsak, ikkinchining natija totali 2 x'i total 1.5 dan ko'p. Bu nima degani? Birinchi komanda Leeds United, ikkinchi komanda Aston Villa. 2 x'i degani ikkinchi komanda yutqizmaydi va o'yinda 1.5 tadan ko'p gol bo'ladi. 1-1, 2-2, 2-1 Aston Villa yutsa farqi yo'q, kuponimiz o'tadi. Ikkinchi jamoamiz Arsenal Tottenham. Kuchli Arsenal, kuchli jamoa. Men olishim mumkin. Burchakdan Arsenalda 4 ta yoki 5 ta. Yo'q, olmayman. Burchakdan vaqti kerak emas. Rayo Vallecano Real Aveyda. Bularga ham sariq kartochkasini olamiz. Sariq kartochka total 3.5 dan ko'p. O'yinda общий 4 ta sariq kartochka bo'ladi deb oldim. 1.5 koeffitsient. Keyin Girona Real Betis kerak emas. Getafe Atletico Madrid. Bunga ham ikkinchining natija totali 2 x'i total 1.5 dan ko'p. 1.7 koeffitsient. 1-1, 2-2, 2-0 farqi yo'q. Atletico yutqizmasa o'yinda 1.5 dan ko'p gol bo'lsa bo'ldi. Biz oldik. Yana bitta komanda olsak yetadi. Bizga kerakli komanda Inter Milan. Общий o'yinda total 2 dan ko'p. Total degani общий degani, umumiy degani total degani. Ikkala jamoaning totali общий o'yinda 2-1, 3-0 farqi yo'q. 2 dan ko'p oldik. Va bizning kuponimiz 7 koeffitsient bo'ldi. Bemalol shu narsani screenshot qilib hozir yoki o'yin o'tib ketgandan keyin videoni 2 kun, 3 kundan keyin ko'rgan bo'lsanglar, mana shu o'yinlarni qaytalab natijasini ko'rsanglar, kuponimiz 99% o'tgan bo'ladi. Men sizlarga 99% garantiya beraman. Kuponimiz 99% g'alaba qozongan bo'ladi. Bunga tikib qo'yamiz 200 ming so'm. 200 so'm, 2020 ming, 200 ming so'm. Ko'rib oldi hamma. Leeds United Aston Villa ikkinchining. Aston Villa yutqizmasligi kerak va o'yinda 1.5 dan ko'p gol bo'lishi kerak.
Real Oviedo, Rayo Vallecano. 4 ta sariq kartochka bo'lishi kerak o'yinda. Getafe, Atletico Madrid. Bunda ham xuddi shunday Atletico Madridni yutqizmasligi kerak. O'yinda 1.5 ta 2 ta gol bo'lishi kerak. Inter Milan общий o'yinda 2 bo'lishi. 2 tadan ko'p gol bo'lishi kerak. Ikkalasini hisobida farqi yo'q. Bitta jamoa uradimi, ikkita jamoa uradimi, farqi yo'q. Hammaga rahmat. Hoziroq Telegram kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta like bo'ldi. Hammaga omad. Telegram kanalida kutaman.